Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi sizlarni yangi kelgan adabiyotlar bilan tanishtirishda davom etadi. Men sizlarga bugun Hakan Minguchning hech bir uchrashuv tasodif emas kitobi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu kitob hayotiy voqealar asosida yozilgan. Taqdir insondan voz kechmaydi. U har on qayta va qayta yozilaveradi. Shunday paytlar bo'ladiki, bu ishni qilmayman deysiz-u, lekin qilishga majbur bo'lasiz. Endi bunday chiday olmayman deysiz-u, ammo baribir chidaysiz. Endi aslo seva olmayman deysiz-u, biroq yana sevasiz. Voz kechib keta olmayman deysiz-u, lekin bir lahzada voz kechib keta olasiz. O'ldim deysiz-u, ammo yashashda davom etasiz. Bir sufiy va hayotda o'z maqsadini topa olmagan bir yosh qiz o'zini anglash, o'z shaxsini yangitdan kashf etish uchun birgalikda 7 kunlik safarga yo'l oladi. Ular oldinda o'zlarini nimalar kutayotganini bilishmaydi. Taqdirdan boshqa ishonganlari, suyanadiganlari yo'q edi. Shahardan shaharga 7 kun pulsiz, oziq-ovqatsiz va eng muhimi, hech qanday rejalarsiz sayohat qilishadi va safarlari boshlangan joyiga qaytganlarida endi hech narsa avvalgidek bo'lmasligini anglaydilar. Inson 7 kun ichida ham o'zgarishi mumkinmi? Taqdir qayta yozilishi ham mumkinmi? Albatta, 7 kun ichida hammasi o'zgarishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bu savollarga javob topishni xohlasangiz, Buloqboshi tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.